Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Navbatdagi darsga xush kelibsizlar. Demak, bugun sizlar bilan masalalar yechamiz. O'tilgan hamma mavzularga oid bo'lgan bir nechta masalalarni birga ko'rishimiz kerak. Tayyor bo'lsangiz, demak, birinchi masala. Nigora do'kondan 8 ta chizig'li daftar va undan 5 ta ortiq katakli daftar sotib oldi. Nigora hammasi bo'lib nechta daftar sotib olgan? Demak, dastlab 8 ta chiziq daftar sotib olgan. Katakli daftar esa undan 5 ta ko'p. 8 ga 5 ta qo'shsak, demak 13 ta katakli daftar sotib olgan bo'ladi. 8 ga 13 ta qo'shsak, natija 21 ligi ma'lum. Demak, Nigora 21 ta daftar sotib olgan. Ikkini ko'ramiz. Birinchi do'konga 53 kilogramm, ikkinchisiga esa undan 15 kilogramm kam go'sht keltirildi. Ikkala do'konga jami necha kilogramm go'sht keltirilgan? Birinchi do'konda, demak, yozadigan bo'lsak, 53 kilogramm deymiz. Ikkinchi do'konga mana shu 53 dan 15 kilogramm kam. Ya'ni qancha bo'ladi? 38 kilogramm go'sht keltirilgan. Har ikkala do'konga jamisi bo'lib qancha desa, 53 ga 38 ni qo'shamiz. Natija 91 kilogramm ekan. Uchinchi masala. Azizda 18 ta, Diloromda undan 7 ta ortiq. Xurshidada esa Diloramdagidan 12 ta ortiq daftar bor. Xurshidada nechta daftar bor? Xo'p, masala yaxshigina boshladik. Azizda 18 ta, Diloramda undan 7 ta ortiq. Demak, Diloramdagi daftarlar sonini topish uchun mana bu 18 ga 7 ni qo'shishimiz kerak. 25 bo'ladi. Xurshidada esa aytayaptiki, Diloramdagidan 12 ta ko'p deyapti. Demak, Xurshidadagi daftarlar sonini topishim uchun Diloramdagi daftarlar soniga 12 ni qo'shaman. Natija 37, hurmatlilar. Nihoyat 3-masalani hal qildik. Endi navbat 4-siga. Yo'l qurilishiga birinchi kuni 620 tonna, ikkinchi kuni birinchi kundagidan 197 tonna kam. Uchinchi kun esa ikkinchi kundagidan 86 tonna kam qum keltirildi. Uchinchi kuni necha tonna qum keltirilgan? Boshladik. Demak, birinchi kuni qancha keltirilgan? 620. Ikkinchi kun birinchi kundagidan 197 tonna kam keltirilgan. Demak, qancha keltirilgan ikkinchi kun desa, 620 tonnadan ayiramiz 197 ni. Xo'p, demak, natija hisob-kitobni o'zingiz mustaqil bajarasiz. 423 tonna qum keltirilgan. Qachon? Ikkinchi kuni. Endi uchinchi kun ikkinchidan 86 tonna kam. Demak, 423 dan 86 ni ayrilsa, uchinchi kundagi qum miqdori kelib chiqadi. Xo'p, qancha bo'ladi shunda? 337. Uchinchi kuni 337 tonna qum keltirilgani ma'lum bo'ldi. 5-masalaga o'tamiz. Fabrikada birinchi kun 450 kilogramm shokolad tayyorlandi. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 120 kilogramm ko'p, uchinchi kuni ikkinchi kundagidan 30 kilogramm kam shokolad tayyorlandi. Fabrikada 3 kunda jami necha kilogramm shokolad tayyorlangan? Xo'p. Demak, masalani yozamiz. Birinchi kuni qancha tayyorlangandi? Birinchi kuni 450 kilogramm yozamiz, 450. Ikkinchi kunda tayyorlangan shokolad miqdorini qo'shishimiz kerak. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 120 ko'p debdi. Ya'ni 450 ga 120 ni qo'shsak, ikkinchi kundagi shokolad miqdori kelib chiqadi. Bu degani 570. Qo'shaman endi. Uchinchi kuni ikkinchi kundagidan 30 kilogramm kam. Ya'ni 570 dan 30 ga kamroq ekan. Natija qancha bo'ladi? 540. Endi hammasini bir-biriga qo'shib hisoblaymiz. Xo'p, 000 4 ga 7 11, 11 ga 5 16, 16 ni 6si bir yodda, 5 5 10 14 bir yoddagi bilan 1560 kilo shokolad tayyorlanganini ma'lum. 6ni ko'ramiz. Gulzordan Shahnoza 7 ta, Dilnoza undan 3 marta ko'p gul uzdi. Gulzorda hammasi bo'lib nechta gul uzilgan? Demak, Shahnoza 7 ta bo'lsa, Dilnoza undan 3 marta ko'p deyapti. Demak, Dilnoza uzgan gullar soni 7 kara 3 bo'ladi. Ikkalasini bir-biriga qo'shamiz. 7 qo'shaman, 7 kara 3 21, natija 28 ta. 7-masala. Ashraf birinchi kuni kitobni 27 betini o'qidi.
u ikkinchi kuni kitobning birinchi kunga qaraganda 3 marta kam betini o'qidi. U 2 kunda kitobning necha betini o'qigan? Birinchi kuni 27 betini o'qigani ma'lum. Belgilaymiz. 27 deb yozdik. Ikkinchi kuni esa birinchi kundagidan 3 marta kam. Birinchi kun 27 edi-yu, uni 3 ga bo'lsak 9 chiqadi. 27 ga 9 ni qo'shamiz, natija 36. 2 kunda 36 bet kitob o'qilgan. 8-masala. Farida birinchi kuni 32 bet kitob o'qidi. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 3 marta ko'p o'qidi. Uchinchi kuni ikkinchi kundagidan 10 bet ko'p o'qidi. Farida jami necha bet kitob o'qidi? Masalalar darajasi masaladan masalaga nima qilyapti? Tobora oshib boryapti. Farida o'qigan birinchi kundagi kitob bu 32 bet edi. Ikkinchi kuni esa 32 betdan 3 marta ko'p o'qidi. 32 kara 3 necha bo'ladi? 96. Bu ikkinchi kunda o'qigan kitob miqdori. Davomida 3-kuni. 3-kuni ikkinchidan 10 bet ko'p o'qidi. Ya'ni 96 dan 10 bet ko'p bo'lsa, 106 bet o'qidi. Jami qancha bo'ladi desa, mana bu birinchi kundagi, ikkinchi va 3-kundagilar qo'shilsa, jami miqdor kelib chiqadi. Hop, birlar xonasini qo'shamiz. 6 6 2 14 to'g'ri bir yodda. 0 9 9 bo'ldi. 3 ni qo'shdik. 12 bir yodda bilan 13. 13 da 3 yana bir yodda. Bu bir bor edi, unga birni qo'shdik. 234 bet o'qigan ekan, jamisi bo'lib 3 kunda. Nihoyat 9-masala. Sayohatchi birinchi kuni 12 kilometr yo'l yurdi. U ikkinchi kuni birinchi kundan 2 marta ko'p, uchinchi kuni esa birinchi kundan 3 marta kam yo'l bosdi. Sayohatchi 3 kunda qancha masofani bosib o'tgan? Jamisi bo'lib deyapti. Birinchi kuni yurgan masofasi 12 edi. Unga qo'shamiz. Birinchi kundan 2 marta ko'p deyapti. 12 dan 2 marta ko'p bo'lsa qancha bosib o'tadi? 24, mana deysiz. Uchinchi kuni esa birinchi kundan 3 marta kam. Birinchi kuni u qayerda edi? 12 edi. 3 marta kam desa, 12 ni 3 ga bo'lamiz, natija 4. Bir-biriga qo'shamiz hammasini. 12 ga 24 36, 36 ga 4 40 kilometr. Xo'p, keyingi masala, navbat bo'yicha 10-masala. Velosipedchilar birinchi kuni 154 kilometr, ikkinchi kuni birinchi kundan 2 marta kam, uchinchi kun esa ikkinchi kundan 13 kilometr kam masofani o'tdilar. Velosipedchilar 3 kunda qancha masofa bosib o'tishgan? Demak, birinchi kuni 154 yurishgani ma'lum, bilamiz. Ikkinchi kun birinchi kundan 2 marta kam. Ya'ni 154 ni yarmi, 2 marta kam bosib o'tyapti. 154 ni yarmi 77 degani. Marhamat. Uchinchi kuni esa ikkinchi kundan 13 kilometr ko'p. Ikkinchi kuni 77 edi. Unga 13 ni qo'shamiz, necha bo'ladi? 90. Uchinchi kuni 90 yuribdi. Jami 3 kunda qancha masofa desa, hammasini bir-biriga qo'shamiz. Kela dastlab birlar xonasidagi sonlar. 0 7 4 11 ni biri bir yodda. Endi o'nlar xonasidagi sonlar mana 9 7 16 bo'ldi. 16 ga 5 ni qo'shsak 21. 21 ni biri haligi bir yoddamiz bilan hop 22 bo'ldi. 22 ni ikkisi yana 2 yodda. Bu tomonda bir yoddamiz bir bor edi. Yuzlar xonasidagi bir bilan 221. Mana shuncha masofani o'tishgani ma'lum bo'ldi. Xo'p, shunaqa qilib 11-masala. Dono singlisi Nargizadan 7 yosh katta. Uning yoshi otasining yoshidan 3 marta kichik. Agar Nargiza 5 yoshda bo'lsa, Dononing otasi necha yoshda? Boshladik. Dono singlisi Nargizadan 7 yosh katta. Singlisi Nargizadan 7 yosh katta. Xo'p, demak Nargizaning yoshini biz bilmaymiz hozircha. Uning yoshi otasining yoshidan 3 marta kichik. Ya'ni Dononing yoshi bor-ku, shuni yoshi otasining yoshidan 3 marta kichik ekan. Agar Nargiza 5 yosh bo'lsa, Dononing otasi necha yoshda? Nargiza 5 yosh bo'lsa, Dono mana bu yerda aytayapti. Nargizadan 7 yosh katta deyapti. Nargiza 5 yosh, Dono Nargizadan 7 yosh katta. Demak, Dononi yoshini topishim uchun Nargizaning yoshiga 7 ni qo'shaman. Natija chiqadi 12. Hozircha Dononi yoshini topdik. Va endi mana bu yerda uning yoshi otasining yoshidan 3 marta kichik. Demak, ota Donodan 3 baravar nima bo'ladi? Yoshi kattaroq. 12 ni 3 ga ko'paytiramiz, natija
ota yoshi 36 daligi ma'lum bo'ladi. Keyingi masalaga o'tdik. Shakarning do'kondagi narxi 6000 so'm edi. Hozirga kelib uning narxi 3 marta ortdi. Shakarning narxi dastlabki narxdan qancha ortgan? Xo'p, demak, oldin 6000 so'm bo'lgan. Endi bahor keldi, deylik, hamma shakar ko'p ishlatadi. 3 marta ortdi narxi. 6000 dan 3 baravar ko'prog'i 18000. Savol: oldin 6000 bo'ldi edi, hozir 18000 bo'ldi. Qanchaga ortdi desa, 18000 dan eski narxni 6000 ni ayiramiz. Natija 12000 chiqadi. Xo'p, buni tushundilaring degan umiddaman. 13-masala. Bananning narxi 25000 so'm edi. Hozirga kelib uning narxi 5 marta kamaydi. Bananning narxi dastlabki narxidan qancha kamaygan? Ya'ni hozir qancha bo'lib qoldi? 5 marta kamaydi deyapti-yu. Oldin 25000 bo'lgan bo'lsa, hozir 5 marta kamaygan bo'lsa 25000 5 ga bo'linadi. Natija 5000. Hozir bananning narxi 5000 bo'lib qoldi. Oldin 25000 edi, hozir 5000 bo'lib qoldi. Qanchaga kamaydi desa, 25000 dan 5000 ni yangi narxini ayiramiz. Natija 20000. Demak, 20000 ga narx kamaygani ma'lum bo'ladi. Keyingi masalalarni birgalikda ko'ramiz. Navbat bo'yicha 14-masala. Xo'p, tushunyapsizlar degan umiddaman. Olmaning narxi yozda 2000 so'm edi, qishda 6000 so'm qimmatlashdi. Olmaning narxi necha marta qimmat bo'ldi? Oldin 2000 so'm bor edi narxi. Endi 6000 oshib ketdi. Ustiga yana 6000 so'm qo'shildi-da. 2000 ga 6000 ni qo'shamiz. Hozir demak olmaning narxi 8000 ekan. Boshida 2000 bo'lgan, endi 8000 bo'lib qoldi. Necha marta qimmatlashdi desa, 8000 ni 2000 ga bo'lamiz. Narx 4 marta qimmatlashgani ma'lum bo'ladi. Keyingi masala. Nokning narxi qishda 15000 so'm edi. Yozga kelib 10000 so'mga arzonlashdi. Nokning narxi necha marta arzonlashgan? Xo'p, dastlab 15000 so'm bo'lgandi. Endi 10000 ga arzonlashdi desa, 10000 so'mni ayramizmi 15000 dan? Natija nima chiqadi? 5000. Necha marta arzonlashdi deb so'rasa, oldingi narximiz 15000 ni bo'lishimiz kerak 5000 ga. Natija chiqadi 3. Nokning narxi yozda 3 marta arzonlagani ma'lum bo'ladi. Keyingi masala. Abduqodirning puli Asadbeknikidan 3000 so'm ko'p. Kimda pul ko'proq? Abduqodirda. Asadbekning uli esa Hoshimning pulidan, ya'ni Asadbekning puli esa Hoshimning pulidan 7000 so'm kam. Hoshimning puli Abduqodirning pulidan necha so'm ko'p? Xo'p, demak, masala yaxshigina ekan, diqqat bilan qarab turinglar. Kimning nechta puli borligini biz bilmaymiz. Bilganimiz shuki, Abduqodirning puli Asadbeknikidan 3000 so'm ko'pligi. Asadbekning puli esa Hoshimning pulidan 7000 so'm kamligi. Abduqodirning puli Asadbeknikidan 3000 so'm ko'p ekan. Asadbekning puli esa Hoshimning pulidan 7000 so'm kam ekan. Hoshimning puli Abduqodirning pulidan necha so'm ko'p? Xo'p, buni qanday topamiz desa, hop, 7000 so'mdan 3000 so'm ayriladi. Mana, chunki ta'rifda aytayapti. Abduqodirning puli Asadbeknikidan 3000 so'm ko'p. Demak, Asadbekning puli Abduqodirning pulidan 3000 so'm kam ekan. Asadbekning puli Abduqodirnikidan 3000 so'm kam. Xo'p, Abduqodirning puli Hoshimning pulidan bo'lsa 7000 so'm kam ekan. Qarang. Abduqodirning puli Asadbeknikidan 3000 so'm kam ekan. Hoshimnikidan 7000 so'm kam ekan. Kimning puli ko'proq? Hoshimnimi, nimanimi? Asadbeknikimi? Hoshimning puli ko'proqda, chunki Abduqodirning puli Hoshimning pulidan 7000 kam, Asadbeknikidan 3000 kam. Hoshimning puli demak ko'proq ekan. Qanchaga ko'p desa 7000 so'm. Mana. Hoshimning puli 7000 so'm kam, Hoshimning pulidan 7000 so'm kam edi. Abduqodirning pulidan 3000 so'm kam edi. 7000 dan 3000 ni ayiramiz. Natijada Hoshimning puli Abduqodirning pulidan necha so'mga ko'pligi kelib chiqadi. Demak, 4000 so'mga ko'pligi ma'lum. Xo'p, hurmatlilar, keyingi masalaga o'tamiz.
Azizning bo'yi Sobirning bo'yidan 25 santimetrga kam. Sobirning bo'yi esa Mohirning bo'yidan 10 santimetrga uzun. Mohir va Azizning bo'ylari farqini toping. Xuddi yuqoridagi masalaga o'xshash ekan. Azizning bo'yi Sobirning bo'yidan 25 santimetr kam ekan. Demak, Aziz Sobirdan 25 santimetr kam bo'lsa, Sobir Azizdan 25 santimetr baland. Sobirning bo'yi esa Mohirning bo'yidan 10 santimetr uzun. Demak, Sobir Azizdan 25 santimetr uzun ekan va mana shu Sobirning o'zi Mohirdan 10 santimetr uzun ekan. Mohir va Azizning bo'ylari farqi qanaqa topiladi? Demak, aytayapmiz. Xo'p. Sobirning bo'yi 25 santimetr baland ekan Aziznikidan. A plus 25 qilaman. Va Mohirnikidan esa 10 santimetrga baland ekan. Endi Mohir va Azizni bo'ylari farqi nimaga teng deb so'rayapti. Tabiiy ravishda 25 dan 10 ni ayirsam, Mohir va Azizni bo'ylari farqi 15 ga tengligi ma'lum bo'ladi. Agar tushunmagan bo'lsangiz, qayta videoni ko'rib yaxshilab tushunib olishimiz zarur bo'ladi. 18-masala, hurmatlilar. Daftarning narxi ruchka narxidan 2000 so'm qimmat, qalam narxidan esa 3500 so'm qimmat. Keling shu joyda o'ylab ketaylik. Daftarning narxi ruchka narxidan 2000 so'm qimmat bo'lsa, qalam narxidan bo'lsa 3500 so'm qimmat bo'lsa, demak qaysi biri qimmatroq? Ruchka qimmatmi, qalam qimmatmi desa, ruchka qimmatroq ekanda. Chunki daftar narxi ruchkadan 2000 so'm qimmat ekan, qalamda 3500 so'm qimmat ekan. Demak, ruchka qimmat. Qanchaga qimmat? 1500 so'mga qimmat. Endi kitob daftardan 25000 so'm qimmat bo'lsa, kitob va qalam narxlarining farqini toping deyapti. Kitob va qalam narxlarining farqi. Xo'p, demak bizda chalg'itish uchun bergan bitta joyi bor ekan. Daftarning narxi ruchka narxidan 2000 so'm qimmat. Qalam narxidan esa 3500 so'm qimmat. Mana bu joyda deylik daftarni narxi turgan bo'lsin. Xo'p, endi chap tomoniga nimani yozamiz? Qalamni yozamiz. Qalamni narxi daftarni narxidan 3500 so'm arzon ekan. Qalam narxi daftarnikidan 3500 so'm arzon. Endi aytayaptiki, kitob daftardan 25000 so'm qimmat. Kitobni narxini topishim uchun men 25000 so'm qo'shishim kerak daftar narxiga. Endi kitob va qalam narxlari farqini toping desa, mana qalam 3500 so'm daftardan arzon, kitob 25000 so'm daftardan qimmat. Orada qancha farq bo'lyapti? 25000 so'm bag'da plyusda. Bag'da minus 3500 so'm. 3500 so'm minusda. Endi jami farq topadigan bo'lsak, 25000 so'mga qo'shishimiz zarur bo'ladi 3500 so'mni. Natijada 28500 so'm degan qiymat kelib chiqadi. Xo'p, tushundilaring degan umiddaman. Keyingi masalaga o'tamiz. Sardor Nodirdan 7 yosh katta bo'lib, Umiddan 10 yosh kichik. Jasur Umiddan 4 yosh kichik bo'lsa, Nodir va Jasurning yoshlari farqini toping. Demak, yaxshigina mantiqiy masalalar boshladik, qanaqa hal qilamiz. Sardor Nodirdan 7 yosh katta bo'lib, Umiddan 10 yosh kichik. Endi qaranglar. Sardorda o'zi Nodirdan 7 yosh katta ekan-u, Umiddan 10 yosh kichkina ekan. Endi Nodir va Umidning yoshlari orasidagi farq necha bo'ladi desa, Nodir va Umid yoshlari orasidagi farq 17. Nimaga? Chunki mana bu yerda Sardor turibdi o'rtada. Sardordan 7 yosh kichkina bo'lib turibdi Nodir. Sardordan 10 yosh katta bo'lib turibdi Umid. Nodir bilan Umidning o'rtasidagi farq 17 bo'ladi-da. Endi Jasur deyapti, Umiddan 4 yosh kichik. Jasur degan yigit bor, u Umiddan 4 yosh kichik. Nodir esa Jasur Umiddan 4 yosh kichik. Xo'p, Jasur Umiddan 4 yosh kichik bo'lsa, demak mana bu yerda Nodirning yoshidan Umid yoshini ayirdik, 17 chiqadi-ku. Endi Jasur Umiddan ham yana 4 yosh kichkina ekanda. Demak, Nodirning yoshidan Jasurning yoshini ayirsam, endi 17 emas, 17 ga 4 ni yana qo'shib yuboramiz. 21 degan farq chiqadi.
Endi aytayaptiki, Nodir va Jasurning yoshlari farqini toping. Yoshlar farqi 21 ga teng. Tushunarli? Xo'p. Kelar, mana shuni bir boshqacha usulda ham o'ylab ko'raylikchi. Mana shu usul tushundik hozir. Endi boshqacha usulda bir ko'raylikchi. Qani nima dedilaringni? Son o'qi degan usul bilan qilib ko'ramiz. Uzun son o'qini chizamiz. Boshladik. Sardor Nodirdan 7 yosh katta bo'lib, kelar mana bu yerga Sardor degan bolani qo'yamiz. Sardor turibdi. Nodirdan 7 yosh katta. Chap tomoniga Nodirni qo'ydik va mana bu yerga -7 deb yozdik. Nodir Sardordan 7 yosh kichkina edi. Xo'p, chap tomonga 7 birlik bor. Endi Umiddan 10 yosh kichik. Sardordan ko'ra Umid 10 yosh kattaligini bildik. Umidni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. 10 plus. Davom etamiz. Jasur Umiddan 4 yosh kichik. Ha, to'xtanglar. Jasur Umiddan 4 yosh kichik. Mana bu yerga Jasurni qo'yamiz ekan. Umiddan 4 yosh kichik bo'lsa, xo'p, Jasur Umiddan 4 yosh kichkina bo'lsa, 10 dan 4 erishik 6. Ha. Demak, mana bu joyda Jasur turibdi. Endi Jasur Umiddan 4 yosh kichik. Ha, bo'ldi. Bo'lsa, Nodir va Jasurning yoshlari farqini toping. Uzr, hurmatlilar. Nodir va Jasur yoshlari farqi mana bu son o'qini chizganimda aniq ko'rinib qoldi-da. Jasur Umiddan 10 yosh katta deb 6 yosh katta deb olib ketib qolgan ekanmiz. Aslida kichkina ekan, 4 yosh kichkinaroq ekan Umiddan. Xo'p, demak, Sardordan Nodirgacha 7 yosh chap tomonda bor edi. Nodir kichkina edi Sardordan. Sardordan Jasur 6 yosh katta. Demak, oralaridagi farq necha bo'ladi desa, oralaridagi farq 13 bo'ladi. Nodir Sardordan 7 yosh kichik, Jasur Sardordan 6 yosh katta. Oradagi umumiy farq 13 bo'ladi, hurmatlilar. Xo'p, oldingi demak ta'rifimiz ozgina xatolik bilan ketib qolgan ekan. Xo'p, 20-masala. Idishda 16 ta olma bor edi. Ulardan 9 tasi yeyildi. 7 ta qoldi. Shundan so'ng idishga nechta olma qo'yilganda, undagi olmalar soni 20 ta bo'ladi. Demak, muhim joylar. 16 ta olma bor edi. 9 tasi yeyildi, 7 ta qoldi. 7 ga yana nechta olma yoniga qo'yilsa, idishda 20 ta bo'ladi. Demak, 13 ta deymiz bunda. Sal osonroq masala ekan. Xo'p, ketdi. Keyingi masalaga o'tamiz. Bir-biridan 100 metr uzoqlikda turgan ikki o'quvchi bir-biriga tomon yura boshladi. Birinchi o'quvchi 25 metr yugurganda, ikkinchisi 35 metr yurdi. Ular orasida necha metr masofa qoldi? Bo'ldi. Masala osongina ekan. O'rtada 100 metr bor edi deymiz. Mana bu joy A, ziz va B o'tir. Birinchisi 25 yurgan, ikkinchisi 35 yurgan. O'rtada qancha masofa qolgansa, jami 100 edi-ku. Bu 25 yurdi, bu 35 yurdi. Jami bolalar yurgan masofa 60 bo'lsa, o'rtada qoladi qancha? Jami 100 bo'lish kerak-ku, 40 qoladi. 22-masala. Uy tomonga 35 ta kabutar kelib qo'ndi. Uy tomiga. Birozdan keyin ulardan 17 tasi uchib ketdi. 35 dan 17 tasi ketsa nechta qoladi shunda? 18 ta qoldi. Shundan so'ng 15 ta kabutar kelib, 18 ga 15 ta qo'shyapmiz. 32 ta bo'ldik. 18 ga 15, 33 ta bo'ldi. 12 tasi uchib ketdi. 33 dan 12 ketdi. 21 ta kabutar qoldi deymiz. Tushunarli? Qadamma-qadam bajarib ketdik hammasini. 21 ta kabutar qoldi. Keyingisiga o'tamiz. Hakim do'kondan kartoshka, piyoz va sabzi sotib oldi. U 6 kilogram kartoshkadan 3 kilogram kam piyoz, piyozdan 7 kilogram ko'p sabzi sotib olgan. Hakam jami necha kilogram sabzavot olgan? Sabzavot degani kartoshka, piyoz va sabzi hammasi birgalikda sabzavot deyiladi. 6 kilogram kartoshka sotib olganini qo'shaman. Kartoshkadan 3 kilogram kam piyoz, ya'ni 6 dan 3 ta ayiraman, 3 kilo piyoz sotib oldi. Piyozdan 7 kilogram ko'p sabzi. 3 kilo piyozida undan 7 kilo ko'p sabzi desa 10. Hammasini qo'shamiz, natija 19. Keyingisiga o'tdik, hurmatlilar. 3 ta javonda 376 ta kitob bor. Birinchi va ikkinchi javonda 186 ta, ikkinchi va uchinchi javonda esa 277 ta kitob bor. Har bir javonda nechtadan kitob bor? Masalani bunday hal qilamiz. 3 ta javonda jami 376 taligini bilamiz-ku, mana. Deylik, A birinchi javon,
ikkinchi javon va uchinchi javon. Hammasidagi kitoblarda umumiy soni 376 ta edi. Endi birinchi va ikkinchi javonda, ya'ni birinchi bilan ikkinchida qo'shganimda 186 ta kitob borligi ma'lum ekan. Endi mana shu joydan hurmatlilar, mana bu yerdagi birinchi va ikkinchi javondagi kitoblarning soni qo'shganda mana shu yerdagi 186 ekan. Uchinchi javondagi kitoblar sonini topishim uchun 3tasidagi jamisidan shu ikkitasidagi jamini ayirib tashlasak, uchinchidagi kitoblar soni kelib chiqadi. Demak, 376 ayrilgan 186. Natija 0 bo'ldi. 190 ta kitob bor ekan 3-javonda. Bo'lurda. 3-javonda 190 ta ekan. Endi ikkinchi va 3-javonda 277 ta deyapti bular. O'chib turamiz hozircha. Ikkinchi va 3-javonda birgalikda 277 ta ekan. Endi 3-javonda bildik 190 taligini. Ikkinchidagini topmoqchiman. Buning uchun 277 bor. O'shandan 190 da ayiraman. Natija 87. Demak, 87 ta kitob borligi ma'lum ikkinchi javonda. Bo'lurda. Endi yozib qo'yaylik. 3-da 190 ta, ikkinchida 87 ta, birinchidagini topmoqchiman men. Qanaqa qilib topaman? Tepaga qarasak, birinchi bilan ikkinchida 186 ta degan ekan. Shu 186 dan 87 ni ayiraman. Natija 99 chiqadi. Demak 99 ta kitob borligi ma'lum bo'lar ekan. Qaysi javonda? Bu birinchi javonda. 25-masala, hurmatlilar. Barno 9 yoshda, buvisi esa 63 yoshda. Buvisining yoshi Barnonikidan necha marta ortiq? Necha marta ortiq? Bu oddiy bo'lish bilan bajariladigan misol ekan. 63 bo'laman 9, natija 7 martaligi kelib chiqadi. Keyingi masala. Sayyoh 150 kilometr yo'l yurish kerak. Sayyoh dam olish vaqtida hisoblab ko'rsa, yo'lning bosib o'tgan qismi qolgan qismidan 4 marta kam ekan. Sayyoh manzilga yetib olish uchun yana necha kilometr yo'l yurish kerak? Umumiy uzun yo'lni tasavvur qilamizda. U bosib o'tgan qismini x bilan belgilaymiz. Nechadir kilometrda. Endi aytayaptiki, bosib o'tgan qismi o'tmaganidan 4 marta kam ekan. Demak, o'tish kerak bo'lgani hali bosib o'tgandan 4 marta ko'p bo'ladi-da. X dedik. 4 marta ko'p bo'lsa nima bo'ladi bu? 4x bo'ladi. Endi jami yo'lni topishim uchun nima qilaman? X ga 4x qo'shaman. Natija 150. Bundan demak, x ga 4x qo'shilsa 5x bo'ladi, to'g'rimi? 5x teng 150 ligi ma'lum bo'ladi. Bundan x topadigan bo'lsangiz 30. Bosib o'tgan qismi 30 ekan. Endi yurish kerak bo'lganini topishni nima qilamiz? 30 dan 4 tasini hisoblasak, natija 120 ligi ma'lum bo'ladi. Keyingisiga o'tdik. 27-masala. 72 ta daftar sinf o'quvchilariga 2 tadan tarqatildi. Daftarlar ortib qolmadi hamda barcha o'quvchilarga yetdi. Sinfda nechta o'quvchi bor? Nima qilish kerak? Hammaga yetibdi, ortib qolmabdi. 72 ni 2 ga bo'lamiz. Har biriga 2 tadan tarqatilgani, jami 36 ta o'quvchi borligi ma'lum bo'ladi. Keyingi masala. 48 dona pomidori 3 ta bankaga bir xil sonda solinib tuzlandi. Xuddi shunday yana 5 ta bankaga tuzlash uchun nechta pomidori kerak? Har bitta bankaga nechtadan pomidor ketishini topishimiz kerak. Buning uchun pomidor 48 ni 3 ga bo'lamiz, hurmatlilar. 48 ta pomidor 3 ta bankaga dedi. Demak, har biriga 16 tadan ketar ekan. Endi 5 ta bankaga 16 tadan solinsa, 5 kere 16 necha bo'ladi? 80 ta pomidor kerakligi ma'lum bo'ladi. Keyingi betiga o'tamiz, hurmatlilar. Xo'p, demak, 29-masala. Do'konda 4 quti chinni idishlar sotib olindi. Har bir qutida bitta choynak, 6 ta piyola bor. Jami nechta chinni idish sotib olingan? Chinni idish deganda bitta choynak ham bitta chinni idish, 6 ta piyola ham 6 ta chinni idish. Jamisi 1 ga 6 ni qo'shgan bo'lsak, har bitta qutida 7 tadan chinni idish borligi ma'lum bo'ladi. 4 ta quti sotib olinibdi mana shunaqadan. 4 kere 7 ni hisoblaymiz, 28 ta chinni idish borligi ma'lum. Keyingisiga o'tdik. Bir qatorda 4 qop, ikkinchisida 5 qop lavlagi olindi. Bitta qopdagi lavlagi 20 kilogramm bo'lsa, jami necha kilogramm lavlagi olingan? Xo'p, hisoblaymiz demak. Bitta qop 20 kilodan bo'lsa, jami qoplar 9 ta. 9 kere 20, natijamiz 180 ligi ma'lum bo'ladi.
Dilbar kuniga 6 sahifadan kitob o'qiydi. 14 kun o'qiganidan keyin kitobning 12 sahifasi qoldi. Kitob necha sahifadan iborat? 6 sahifadan 14 kun o'qibdi. Kelar 14 kunda necha sahifa o'qiganini topamiz. 14 kara 6. Natija 84 sahifa o'qigan Dilbar, kitobdan 84 sahifa o'qigan. Hali o'qilmagani bor qancha? 12 bet bor ekan hali o'qilmagani. To'g'rimi? Jami necha bet bo'ladi desa, 84 ga 12 ni qo'shilsa, jami kitob sahifalari 96 betligi ma'lum bo'ladi. Keyingi masalaga o'tdik. Abror tokzordan 2 xil navli uzumlarni uzib oldi. Birinchi navli uzumlar 3 ta savatga, ikkinchi navli uzumlar esa 2 ta yashikka joylandi. Savat va yashik. Har bir savatdagi uzumlar 6 kilogramdan, har bir yashikdagi uzumlar 8 kilogramdan. Hammasi bo'lib necha kilogramm uzum uzilgan? Qanday bajaramiz desa, savatdagi har bitta savatdagilar 6 kilodan ekan. Jami savatdagi uzumlar sonini topish uchun 3 kara 6. Nimaga? Chunki 3 ta savat. Unga qo'shaman 2 ta yashik. Har bir yashikda 8 kilodan bo'lsa 2 kara 8. 3 kara 6 18, 2 kara 8 16. Natijani hisoblasak 34 kiloligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, 33-masala hurmatlilar. Maktab bog'ida birinchi tubdan terilgan 96 kilogramm olma 8 ta yashikka solindi. Ikkinchi tubdan terilgani esa 6 ta yashikka joylandi. Ikkinchi tubdan necha kilogramm olma terilgan? Demak, masalaga ko'ra birinchi navbatda har bitta yashik qancha olma olishini topib olishimiz kerak. 96 ni bo'laman 8 ga, natija 12. Demak, har bitta yashik 12 dan olar ekan. Ikkinchi tubdan 6 ta yashik nima qilgandi? Terib olgan edi. Demak, 6 kara 12 qilaman. Chunki har bitta yashigim 12 kilodan-da. Natija 72 ligi ma'lum bo'ladi. Demak, ikkinchi tubdan 12 kilogramm olma terib olingan. Keyingi masala 34. Do'konga 5 ta o'ramdan 90 metr atlas keltirildi. 5 ta o'ramda 90 metr atlas. Peshingacha ulardan 3 o'rami sotildi. Peshingacha necha metr atlas sotilgan? Xo'p, qanday hal qilamiz masalani desa, 5 ta o'ramda 90 bo'lsa, kelar bitta o'ramda qancha bo'lishini topib olamiz. Nima qilamiz buning uchun? 90 ni 5 ga bo'lamiz. Natija necha? 17. To'g'rimi? Yo'q, 18. Endi tushgacha, peshingacha, ya'ni obed vaqtigacha deyapti. 3 ta o'ram sotildi. Mana shu 18 metrdan 3 tasi sotildi. Natija 54 metr. Nihoyat 35-masala. Masalalarimiz jami xudo xohlasa nechta ekan? 43 ta masala ko'rar ekanmiz. Birinchi xirmonda 48 qop, ikkinchisida 36 qop sholi bor. Ikkala xirmondagi sholi ikkita yuk mashinasiga teng ortildi. Har bir yuk mashinasiga nechta qopdan sholi ortilgan? Umumiy qop nechtaligini topishimiz kerak. 48 ga 36 ni qo'shamiz. Natija 84. Endi mana shu qoplar teng bo'lindi. 84 2 ga bo'lamiz 42. 42 tadan qilib mashinalarga ortilgan. Bog'ning har bir qatorida 16 tadan daraxt bor. Ulardan 12 tasi gilos, qolganlari esa olxo'ri daraxti. Agar bog'da shunday qatorlardan 10 ta bo'lsa, olxo'ri daraxtlari nechta? Dastlab topib olishimiz kerak. 12 tasi gilos bo'lsa, jami 16 ta edi bitta qatorda. Ulardan 12 tasi gilos bo'lsa, olxo'rilar uchun 4 ta qoladi. Har bitta qatorda 4 ta olxo'ri daraxti mavjud. Va mana shunaqangi qatorlardan 10 ta, 4 kara 10, 40 ta olxo'ri ko'chati mavjudligi aniqlanadi. Masala 37. Nazira 1000 so'mga do'kondan 2 ta ruchka, 2 ta daftar oldi. Agar bitta ruchkaning narxi 200 so'm bo'lsa, bitta daftarning narxi necha so'm bo'ladi? Qanday hal qilamiz? 2 ta ruchka, 2 ta daftar birgalikda 1000 so'm ekani. Bitta daftar, bitta ruchka 500 so'm bo'lishi ma'lummi? Chunki 2 tadan olsangiz 1000 so'm bo'lar ekan. Bittadan olsangiz teng yarmi bo'ladi. Endi aytayaptiki, bitta ruchkani narxi 200 so'm bo'lsa, daftari narxi qanaqa topiladi? 500 so'mdan bitta ruchka, bitta daftar billa 500 so'm edi. Mana shundan ruchkani narxini ayirib tashlaymiz. Natija 300 chiqadi. Demak, bitta daftarning narxi 300 so'mligi ma'lum. Keyingi masala 38. Qopda 48 kilogramm sabzi bor edi. 4 kun davomida bir xil sabzi olingandan keyin qopda 32 kilogramm sabzi qoldi.
har kuni qopdan necha kilogrammdan sabzi olingan? Xo'p, qancha olinganini topib olaylik. Birinchi 48 bor edi, 32 qopdi. Qancha miqdor sabzi olingan desa 16 kilogramm olingan. Necha kunda olinibdi desa qaranglar, 4 kunda olinibdi. Har kuni qanchadan olinganini topish uchun 16 ni 4 ga bo'lamiz. Natija 4 kilogramm. Har kuni 4 kilogrammdan sabzi olingan. Masala 39. Yuk mashinasiga jami 720 kilogramm bo'lgan 8 qop kartoshka va 6 qop sabzi ortildi. Kartoshka solingan qoplarning har biri 60 kilogrammdan bo'lsa, sabzi solingan qoplarning har biri necha kilogrammdan? Jamisi bo'lib ortilgan yukni vazni 720 kilogramm edi. Endi faqatgina kartoshkani o'zini topib olishimiz mumkin. Qanaqa topamiz desa, har bitta kartoshka yuklangan qop 60 kilogrammdan, ana o'shalardan necha qop? 8 qop. 60 kara 8 480 kilogramm kartoshka yuklangan. 720 dan 480 ayriladi. Natija qanaqa bo'ladi natija desa 240. Demak 240 kilogramm sabzi yuklangan. Va sabzi nechta qopda yuklangan desa mana marhamat 6 qopda sabzi yuklangan. 240 kilo sabzini 6 ta qopga bo'lib yuklanibdi. Demak har bitta qopimiz qanchadan bo'ladi desa 240 ni 6 ga bo'lamiz. Natija 40 kilogramm. Demak har bir qop sabzi 40 kilogrammdanligi ma'lum bo'ladi. 40-masala. Birinchi uskuna 1 minutda 17 ta, ikkinchisi 19 ta detalga ishlov beradi. Har minutda birinchisi 17 ta, ikkinchisi 19 ta detalga ishlov berar ekan. Birinchi uskuna 13 daqiqa, ikkinchisi esa 15 daqiqa ishlaganda ular nechta detalga ishlov beradi? Birinchi qurilmani o'zi har minutda 17 tadan bo'lsa, 13 minutda qancha desa, 13 kara 17 deymiz. 17 daqiqada, ya'ni 13 daqiqada ishlov bergan detallar soni bu. Ikkinchi uskunamiz har daqiqada 19 tadan edi. U 15 daqiqa ishladi. 19 kara 15. Natijani hisoblab bir-biriga qo'shib qo'ysak, olam Guliston. Xo'p, demak 13 kara 17 oxiri birlik bo'lsin. 17 dan 10 tasi 170, 51 qo'shadigan bo'lsak 221. Qo'shaman. 19 kara 15. 19 emas 20 ta desak. 20 kara 15 300, undan bitta 15 ta ayirsak 285. Bir-biriga qo'shamiz. 1 5 6 bo'ldi. 8 2 10, 10 ni 0 bir yodda, 2 2 4 bir yoddagi bilan 5. 506. Keyingi masalaga o'tdik. Ikki duradgor birgalikda ishlab 1456 ta stul yasadi. Agar birinchi duradgor bir kunda 32 ta, ikkinchisi 24 ta stol yasagan bo'lsa, ularning har biri jami nechtadan stol yasagan? Masala yaxshigina zal borli masala. Kilar har ikkalasi birga ishlab bir kunda nechta stul yasashini topib olamiz. Buning uchun birinchisi aytayapti 32 ta yasar ekan birinchisi. Ikkinchisi 24 ta yasar ekan. 32 ga 24 ni qo'shamiz. Natija 56. Demak, bir kunda ikkalasi birga ishlab 56 ta stul yasar ekan. Endi 1456 ta stulni necha kunda yasaydi desa, 1456 ni 56 ga bo'lamiz. Xo'p, demak 1456 56 ga bo'lsak 20 145 ta ichida 56 talidan 2 ta ko'rilsa 112. Mana holatda 1456 ni bo'lyapmiz 56 ga. 2 ta ko'rdik, 2 ta ko'rsak 112 3 3 6. Xo'p, 336 ni ichida 56 talidan nechta bor? 6 ta. Demak, 26 kun ishlabdi. Ikkala usta ham 26 kun ishlagan ekan. Endi nimani so'rayapti? Har biri jami nechtadan stul yasagan? Birinchi odam 32 tadan yasardi-ku, 26 kunda nechta yasaydi desa, 26 kara 32 deymiz. Birinchi odam nechta yasagani kelib chiqadi. Bo'lardimi? Mana joylarni o'chirib turamiz hozir. 26 ko'paytiraman 32. 26 kun davomida ishlagan va har kuni 32 tadan qilardi birinchi odam. 26 kara 32 ni hisoblaysiz. Ikkinchi odam esa 24 tadan qilar edi kuniga. Demak, nima qilishimiz kerak desa,
24 ni 26 ga ko'paytiramiz. Har ikkalasini hisoblasak, nechtadan stul yasagani kelib chiqadi. Xo'p, keyingisiga o'tdik, hurmatlilar. Hisob-kitob o'zingizga qoldirdim. 24 metr arqon 3 ta joydan teng qirqilsa, har bir bo'lakning uzunligi necha metr bo'ladi? Arqon 3 ta joydan qirqilsa, ko'pchilik o'ylaydi ekanki, teng 3 ga bo'linadi deb. Yo'q, unaqa emas. 3 ta joydan qirqiladigan bo'lsa, arqon qaranglar nechtaga bo'linyapti? 1, 2, 3, 4. Teng 4 ga bo'linib qolyapti. Endi har birining uzunligi qanchadan bo'ladi? 24 4 ga bo'lamiz, teng 6. Demak, har bir bo'lak 6 metrdanligi ma'lum bo'ladi. Xo'p, sabrlaring uchun katta rahmat. Mana shu ko'rgan masalalarimiz asosida uy ishi shakllantirilgan. Albatta ishlab chiqishlaringni tavsiya qilaman. Hammaga rahmat.